Milliardlab summalar, yuzlab tadbirkorlar, o'nlab sud jarayonlari Utax mutaxassislari tomonidan o'rganilib, sud tartibida ko'rib chiqildi. 5 milliard so'm. Bu shunchaki raqam emas, balki tadbirkorlarning asossiz yo'qotayotgan pullari. 40 dan ortiq tadbirkorlar faoliyatida 30 milliard so'mdan ortiq kamchiliklar aniqlanib, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy risklarning oldi olindi. Qo'shilgan qiymat solig'i hisoblash usullari mutanosib va alohida farqi nimada? 2025-yil 1-maydan boshlab tadbirkorlarning bank hisob varaqlari bo'yicha operatsiyalarni to'xtatish tartibida o'zgarishlar bo'ladi. Ayrim hollarda import shartnomalari bo'yicha qo'llaniladigan jarima to'g'risida Utax kompaniyasi rahbari Murod Muhammadjonov bu haqda video lavha orqali batafsil ma'lumot berib o'tdi. Xizmatlar sohasi rivojlanishi uchun yangi soliq o'zgarishlari kuchga kirdi. Utax bu soliqdan xotirjam hudud.